Kolbasaning ichini qarang. Umuman semirtirmaydigan kolbasani uy sharoitida tayyorlaymiz. Har kuni yeb ozishingiz mumkin. Judayam semirib ketyapsiz, ortiqcha vazningiz bor. Farzandingiz esa tez-tez kasal bo'ladi, immuniteti past. Buni sababi esa har kuni kolbasa iste'mol qilishingizda. Men o'rgatadigan kolbasaga tovuqni eng asli, ya'ni uyda hech qanaqa gormon ukollarsiz yetishtirilgan tovuqni go'shtidan foydalanilgan. Siz ham xuddi shunaqa tovuq go'shtidan olib foydalansangiz bo'ladi. Va kolbasaga har xil bo'yoqlar, tuzlar va konservatga solinmagan uy sharoitida shunchaki bemalol osongina tayyorlashingiz uchun eng oson retseptni o'rgatib qo'ymoqchiman. Telegram kanalimda hammasini gram-gramlargacha yozib jo'natib qo'ydim. Telegram kanalimga ulanib, bemalol kolbasani retseptini olsangiz bo'ladi. Ha aytgandek, bu kolbasaga ishlatgan obalochka, mana men bu ko'rib turgan nasatkalaringiz 18 ming so'mga tushdi. Atigi 18 mingga yillab ishlatsangiz bo'ladi. Bu nasatkani ham obalochkasi uzun metrli. Qarang, qanaqa barakali, oila budjetiga ham faqatgina foyda keltirishni boshlaysiz. Tabiiy va eko bo'lgan kolbasamiz oqsilga boy bo'lgani uchun ozishingizga yordam beradi. Farzandingiz esa immunitetini ko'taradi, hazm qilish jarayonini yaxshilashga yordam beradi. Faqatgina koni foyda bo'lgan kolbasa bu. Kolbasani tayyor bo'ldi. Bu kolbasalarni tayyorlash boshlaganingizdan keyin farzandlaringiz umuman magazinni kolbasasidan so'ramay qo'yishadi, chunki mazasi ham zo'r, ham foydali, oqsilga boy. Yoqimli ishtaha, albatta tayyorlab ko'ring.